ko'nmang. Hech qachon ko'nmang yomon munosabatlarga, yomon gaplarga, haqoratlarga, jismoniy zo'ravonlikka, qadrsizlantirishga, qadringizni yerga urishlarga ko'nmang. Sizga shunday munosabatda bo'lishadi, chunki siz ko'nasiz. Siz ruxsat berasiz sizni yerga urishga, sizni behurmat qilishga, sizni haqorat qilishga. Qachonki siz bunga ruxsat bermasangiz, buni hech kim qila olmaydi. Hammasi o'zimizga bog'liq. Hech bir inson agar ruxsat bermasa, ichki ruxsat bo'lmasa, ko'nmasa, uni hech kim qadrsiz qila olmaydi. Shuning uchun bitta narsani eslab qoling. Siz yaxshi munosabatga, hurmatga, sevgiga arziysiz. Mana shu narsani o'zingizga bot-bot eslatib turing. Mana shunda sekin-sekin qadringiz tiklanadi. Hammasi sizga bog'liq.